Assalomu alaykum. Penablog O'zbekiston kanali obunachilari, do'stlar, pochta yuborish jarayoni, pochtani qabul qilib olish jarayoni. Sharsabzlik akamiz Pavloniya ko'chatlarini dastavka qilib yubordi. 55 dona olib borib hovliga ekib, Pavloniyada ham videolarni chiqarib boramiz parvarishlash haqida. Bundan oldin ham 25 ta olib ekkan edik, hammasi tutdi 25-30 santimetrlik. Ular o'tgan yilgi ko'chatlar kesilgan, texnik stress qilinganidan edi. Pochta yuborish jarayoni Xitoy Parashogini penasi do'stlar, Xorazm Urganchga 1,50 million so'm dastavka ichida yuboryapmiz. Surxondaryo Angorga yubordik bir qopni. Ertalab olib ketishdi Surxondaryo Angorga ham. Hozir ham bu tomondan Qarshi tomondan taksi keladi. Xorazm tomonga ketadi. Xorazm Qoraqalpoq bu tomonga qarab ketadi. Yuboryapmiz. Do'stlar, xullas yangi yo'nalish, Pavloniya yo'nalishi, Pavloniya ko'chatini qanday parvarish qilish kerak, hammasini videolarini chiqarib boramiz do'stlar. Xullas parashoylar bor, Xitoy hind parashoylari penablok uchun. Penabloklar bor do'stlar, yetkazib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Xitoy hind parashoylari, penablok apparatlari hammasini yetkazib beramiz. Kim qiziqsa, mana Pavloniya ko'chatlarini ham yetishtirishdi endi. Pavloniya ko'chatini ekib katta qilishdi, qanday qilib parvarish qilishdi, hammasini videolarini qo'yib boramiz. Bundan bir oy oldin ekkanlarimiz уже 25-30 santimetr bo'lib qolgan. Yaxshi holatda. Bir oy ham bo'lgani yo'q. 11-aprelda, 12-aprelda ekkanlarim. Hali 6 kundan keyin bir oy bo'ladi, lekin 25-30 santimetr bo'lib qolgan. Mana shuni do'stlar, kimga parashoylar kerak bo'lsa, penablok ishlari kerak bo'lsa, telefon qilaverasiz ekrandagi nomerlarga. Bir oq bilan ikki qilgan o'g'rayapmiz. Ham pochta chiqaryapmiz, ham pochta qabul qilib olyapmiz. Katta sentralni yo'l. Like'larni bosamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bizda yangilik shuna. Pavloniya haqida tushunadiganlar bo'lsa, ekkanlar bo'lsa,